vücudumga akıl berip, meni candan aziz berip, meni bekip östürgen ana. Müşaqqatga bo'lib qolgan, bana şadlık ata qilgan, baxt tilab orzu qilgan ata. Ülge bulup erişimda, medet berip yanlarımda, doğru yol görsetken atam. Ülge bulup erişimda, medet berip yanlarımda, doğru yol görsetken atam. Çekremden ata kadın dökülmesin Mağay mengü senin izinden Ana gülke üzülmesin Gülüp turgan Nurluk çekremden Ata kadın dökülmesin Mağay izinden Ata kadın dökülmesin Husri sizni Baxt manzili filmini ko'rishga tavsiya qiladi. Nägmangdan? İşqa barman. Qasışqa? Ottağına meyda, işlek çıkmaysa biga öydün. İş görmen deydi ama o. Otta! Bu ne oldu ona bugün? Bu osturak yapsanlar mı olur bu? Tıkı iş varmış. İdaranğı berip, ajraşqınanın hemmini jakalımakçı mı? Abbama kim dikkat kıladı? Biz demigen bilen mi bildik adam bir bilip buldu. Abba özün bilsin, kan bismini örlep gitdi. Bolduq la. Haqqasın menin kan bismini örletken. Bir-birisinin iş tügümeydi. Manın ondan karanla hem hiçler bamaydı. Birek çıktı dike eşkinden almaya atçığımdı. Abba bunu kısam bulmaydı da. Ne kuttum ha? Ne kısam buldu? Manın ondan kara dedim. Talağı çık kızma dedim. Kuttum ha? Talağı çıktı dike senden almaya isavatlı. Makul abba. Hoş abba, hoş dada. Yaqindan beri tushimga to'liq kiradigan bo'lib ketdim. Mana bugun ikkimiz yosh vaqtimizda o'ynaydigan yerlarimizga kelib seni eslayapman. Biyele hazır. İgiz binalar tushib, yo'llar silinib, ko'riklar silinib, shundoq taraqqib ketdi. Meni kechirgin. Lekin men hergiz vazgeçmeyeyim. Şunca uzun yıl oldu. Tek hiç ümidiniz üzmediniz mi? Ya onu tapalayığınımla çokun işim.
Aka, neymiş kıvatsa adamı korkutub. Ben oylagan sır kallamda ötmedi deme. İkimiz sığınımızga teselli vermek yok. Tek onu nazaret kıvatımız. Ben ma öyünün çoğu oğlu bulusu tuttum da bu iş karab duramayım deme. Yanı başladın. Apamdan alpazını kömüdün ma aka. Ma işkeylenin işbazı yaxşı bulmay qap qalsa, ma işqi bizmi jetilip qalmız. Ma uydan qoğlap çıqırıp etişmi mümkün. Şunca. Şununğa hazır bunun yardım qısaq hiç qanda faydası yok. Özün oylap baqa. Şunca. Şuncu dəvəməy. Apam nem degen bolsa şunu qılaylı. Efka. Oğu şu. Lekin öyle oturavır. Koşkun işip ketken de. Oğu şu. Akşamdan başlap hiç nemeyimidi. Annesmen berip qo'sqig'i bilan nasqib beray. Apam buni osh qo'yinglar demagan tursa. He şu dimigen. Dimigen tokura şu. He mana. Namı geldi. Koşkun iş ketken de he. Ma qiziq ya. Rahmat. Zaman bu kuyunu silajımı. Pek okşaptı. Bak okşattım ha. Çok neler ben bu temin tit bakayım. O kaçı kıyamacı mı? Acık yuvamayım ha. Ay. Ben bir şey hiç bakayıcı. Boldu kılamacı. Benim koskum Ben pek aç. okşaptım. Ben sana kumda bir şey beray ya. Nakıl. Yaxshimisiz, yordamim kerakmi? Ben 60 yaşına aşkın er kishiga soat saat alaydigan. Dadangizmi? Shundoq. Cho'g'lanmasga kerak bo'lsa bo'ldi. Cho'g'lar bo'lsa, 2 soatimizni ko'rib baxsangiz bo'ldi. Hozir yangi chiqqan. Qalbisini o'lchalaydi, yurak so'qish uyqusini o'lchalaydi. Salomatlikka yaxshi. Sen saqlab Babam geliyor okşadı. Babam geliyor okşadı. Apa? Apa yalnız kayıt lan bu. Adamcı, tala sokak mı ki? Kut so'raversa. Dadam bilmayman men. Dadam o'qimayman men, ko'midim. Gapni so'raverdi, beshim og'ridi. Mening beshim og'rib ketdi, endi qusunglar as o'zing tomoq etib beringlar. Chiqib tomog'ini yeyaversin. Apamni aldığı bo'lmaydimi? Apam Nadiraga amroq tursa, qancha ochchilik kelgan bilan qo'sq oshqosin demaydi. Men berib tuxumni qilay. Duda. Pek soğukkan bo'lib qoldimi ha? Mening kimligimni bilamsiz? Men sizning o'g'lingiz. Bu pek so'qqan bo'lib qoldi. Vay. Aldirashma.
Bak aldıraj. Shu sizga deb qo'yadigan rejissor yan bir qadam tanlaydiganqa bo'lmadi. Muvofiq qadamni istab bo'pti. Shuning siz Ya ben tanlamamdım ben. Nimiş başlığa yetemeyim. Ötken ağrıvatamda. Ya ağrımaydı hazır. Ağrımadı ha. Ma öpkütücü azra yana su baka. Bütün tatlı etsekler hoşluk gidiyor. Doğrunu vaqtida yeyotgansizlar? Ha, to'g'ri pa, ha? Unda su yaxshi demalang. Anandan keyin kechda bir o'qil bor, mayli o'rlashtirma. O'qilni o'raytaylikmi? Qo'y yaxshi demalang, ancha. Tamadasini. İşten tushgandagi vaqtingizni chiqaring. Men oldin deyishib qo'ydim. Nega vaqtimni chiqaraman? Homildorlik bo'lanmaslik tekshirish bo'limini oldin men deyishib qo'ydim. İşten tushgandan keyin bilib berib, tekshirtib masala so'rab bakib kelaylik. Voy oy Rana. Yana saranligingiz tutib qoldimi? Bu ishlarni o'zmayli qo'yasiz bo'lmamda. Yana o'zmayli qo'yib yutamdi. Qachongacha o'zmayli qo'yib yutamiz? Hilmi o'zingizni qochirib bo'lsa chatga tortib yursangiz. Rana, u vaqtlar degan balliq bo'lish yaxshi payt emas. Shoma o'zimni Hamsi qachon yaxshi payti bo'ldi? Yaqinda bir bizga fursat bo'lib baxtimi? Ish qilibman deb qo'ydim. Ikki doktorxona homildor bo'lanmaslik bilimini oldida saqlayman.您拨打的号码暂时无人接听，请稍后再拨。The subscriber you dialed is no answer. 您好，您拨打的电话正在通话中。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后稍。Rejissor. Yana bir fursat bersiz o'tgan rejissor. Meni dadam tashlab qo'yib ketgan. Tashlab qo'yib ketdi rejissor. Men ularni bilmadim. Yardım beratgan rejissor. Men shu filmda izlashga başladım rejissor, başladım. Dadamni topdim rejissor. Vaqtni fursat berar rejissor. Vaqtni fursat berar. Cho'qim yosh qilinglar rejissor.
Wait, restore. Wait, restore. Yan bir qatam sizlar biqing. Men odam o'rlashtirib sizlar aloqa qilishman. Bu qatam g'araq qiling, ha? Ma'qul, restore. Bo'ldi, rahmat. Voy Mayra. Voy. Resurma telefon qilibdi. Voy, nima ish bo'ldi? Yana nima ish bo'ladi? Qaytadan sinoq qilib beradi. Muborak bo'lsin. Bo'ldi. Qani oshxona bilan o'xshashga. Qo'sqin satsa, cho'kam deyam. Yana, manda ma'zurlik bormi, ha? Voy. Putimni qayirib oldim. Chaqqan kelar bolam. Ha, maqim hozir boray, ha. Mana bu kerak yo'lni oldim. Puchog'imiz og'rib ketadi bo'lsa, ha. Şey qilib. Oy, ajab og'ridi. Ochdim, ekranga qo'ydim. Oylang, ha, bu, ha. O'tiring, apa. Oylang. Oy, puta. Oy. Ey, apa. Qarang, shu. Oy. Ha? Oy, putam. Oycan. Oy. Hey, papa. Oycan. Oy, putam. Apa, siz kundan bo'yi nima ishlarni qilib yurdigansiz deyman. Men sizga dedim-ku, qalam qayerlik bormangda. Qarang qilgan ishingizni. Voy, shu munda sirtqa chiqib aylanib keray deb o'ylagandim. Kim bildi? Putamni qarib edishimni. Oy. Nima ishga vaqiraysan? Oy, putam. Apa, vaqamidi? Mening buncha o'zimchilik ishlarim bor, oilam bor, qarang. Siz kechgacha o'zingizni asramayman shunday ishlarni qilib yursangiz, davomli menga telefon qilib chaqirib aka olib kelsangiz yaningizda. Buni qilsangiz qaysi kelinlar qabul qila oladi deysiz. Tasodifiy men ajrashga yiqasam, siz mas'ul bo'lamsiz. Oy, meni tushunmasan mayli. Zodi hech kim meni tushunmaydi. Oy, puta. Ha, men sizni obdan tushunaman. O'tnib qilib bunda qushug'lik qilma bo'ldi. Oy. Zodi siz meni o'ylamaysizlar. Agar dadanglar bo'lgan bo'lsa, hargiz bunday bo'lmaydi. Voy dadisi. Nima meni tashlab ketgansiz? Men yolg'iz qoldim emasmi, dadisi? Yana boshlandi-ku, yig'lamanga bo'ldi. Voy dadisi. Apa, shuna. Bo'lmasini yulab yotoq uyga kirib qo'yay. Budam aramaylar, chirin. Nerdo? Mening bilan qarim bo'lmasin. Nima ish qildim kelsa shuni qilma. Va, bu yerda uxlab qolsangiz sovuq o'tib qoldi. Shuna yotoq uyga kirib. Oyjon. Jurat, mening yolg'iz qolg'im yo'q. Ketmaydigansan bolam? Yo'q, apa, men sizga idala chiqib turaman.
Ketmayman, men yetib qo'ya deyapman. Sizga so'q o'tib qolsa bo'lmaydi. Ta'tirimni yapayapman o'g'limni. Ay, o'sha yerda o'tda yonimda. Shu. So'q o'tkazib qo'ymoqchiman putingizga. Cho'ng sho'xga faqatlam shozira qilqi. Tushib ketibdi o'shiqingiz. O'sha uchun so'q o'tkazib bersangiz bo'ldi. Ketma. Ha. Buningga unda yalak bamonjimi, qalaymi qayalak bamon. O'sha ish bo'ldi shu. Nimaga kelmaysiz? Bugun nimaga kelmaysiz? Yolg'iz o'tirib sizni 1 soat saqladim. Voy Rana, men qasddan bordim emas. Opamning jiddiy ish chiqib men telefon qilibdi. Shu qashingizga boramidi? Yana shu opangizning ishimi? Nima bu opangizning ishi tugamaydi? Endi qulub buzilib qoldi, jiddiy ish chiqib qoldi. To'xtamay ishimizni buzamda opangiz. Rana, magibimiz eshib ketdimi qanda? Nima degan gap bu ishimizni buzamdi degan gap? Ajiba xatoma, amaliye shu tursa. Oyo, to'g'ri, sizning mangu to'g'ri. Ba'zida sizning mening ayolim emasmi deb gumonlanib qolaman. Bir vaqtim bo'lsa-mu, opamni o'zgarib qo'ysangiz bo'lmamda? Opangiz meni o'zgarib qo'ydimi? Balaning ishi to'xtamay o'zingizni qochirsiz. Sizning men sizni yaxshi ko'rib qolmoqchiga shunday qilyaptimda. Men ikkimizning birga bo'lolmasligida ansirayman. Men bek aldirayapman. Ikkimizning munosabatni musharqli saqlab qolamda. Siz aldirgan bo'lsangiz, ayni vaqtda meniki bir anglab o'zingiz urib ishlab ketmagan bo'lardingiz. Men shu chaq sizga degan. Men qo'saqdagi balning ajrab ketish ehtimolliigi bor. Bundoq jon tikib ishlamang deb. Lekin siz angladingizmi? Kechich ishlayman deb turib oldingiz. Siz oldi bilan men baldan voz kechgan. Ya Ranam, menga demak emas, meni demak bo'ldim qarang. Bo'ldi. Hamma tushundim. Siz menda izchil ranjib yuryapsiz? Sizningcha men ish chiqmay hamma jidalni men boshlayapamda. Men joyli qilyapamda. Ma'qul. Hamma bildi. Yana. Bizning qizg'in muhabbatlashgan vaqtlarimiz bo'lgan. Bir-birimizni ko'rsaklar, to'xtamasdan kuladi.
Yüreklerimiz sokup bir-birimizga ayla amroqligimiz keldi. Chidamay, qiymay qoldik. Shunda yaxshi. Akşam yaxshi uxlayapmidim deb aytmoqdingiz. Yerib ketgansiz. Ilgarigi osh qo'yishlar nagib ketgandi. Kızım. Uxladınız mı? Kızım. Uxlamağınızdan bilemem. Siz deydiğim azırak gepim var. Men dey siz anlap anbasınız buldu. Siz pek cahil kızım. Akınız, açtığınız karganda sizden bek ensireyim kızım. Bu cihanda hem işler ötüp gidiyor. Hayat diyen başında bir uzun musabe. Turmuş diyende nurgulgan azapla, nurgulgan hoşallıkla, nurgulgan haplıkla buludu. Herkes korkmam. Bunu kızım şu vakit kılan tapşırıp bir. Dadınız, oppunuz, ağaçlarınız hemmisi sizin yanınızda. Sizge hemrah olunuz kızım. Uzun kızım. Uzun.